klinikani ta'sischisini o'zi shifokor bo'lishi shartmi? Buni biznes deb atasak bo'ladimi yoki yuqori darajadagi tibbiy madaniyat deb atasak bo'ladimi? O'sha klinikani ochgan ta'sischi o'zi shifokor bo'lib, barchasini nazoratidan o'tkazishi bugungi kunda qanchalar muhim? Bu umuman olganda juda bir zo'r, yaxshi savol berdingiz. Bu o'rinli savol. Albatta bu narsani men shaxsan o'zimning subyektiv fikrim, 17 yillik tajriba shuni ko'rsatadiki, har bir klinikani mutaxassis sifatida rahbari, uchuvchili umuman olganda boshqa insonlar bo'lishi mumkin. Boshqa soha egasi ham bo'lishi mumkin. Pul tikadi, albatta investor sifatida foydalanish mumkin, lekin rahbari doktor bo'lishi shart. Negaki har bir doktorda o'zi o'sha klinikani klinik tomonlama kerakli bo'lgan protokollar asosida uni nazorat qilish va uni tabiiyki uni to'g'ri holatda yurishini ta'minlash va kerakli bo'lgan kadrlarni tanlab olishda muhim rol o'ynaydi. Misol uchun men aytaman, har bitta vrach sifatida bu narsani tan olishadi. Kerakli bo'lgan reaktivlarni olinayotgan, masalan, laboratoriyada ishlatilgan reaktivlarni albatta kerakli bo'lgan sinovdan o'tganlarni va javobni to'g'ri va aniq beradigan reaktivlarni olish darajasi hammada har xil. Agar tadbirkor bu narsaga kirgan bo'lsa, albatta eng arzonni olishga harakat qiladi. Tabiiyki buni dastavernis javoblarning dastavernis to'g'ri chiqishligi foizi past bo'ladi. Ayrim holatlarda bu noto'g'ri tashxisga olib kelishligi mumkin. Chunki investor yo tadbirkor pul tikadi. Misol uchun oddiy bir reaktiv oladigan bo'lsa, reaktivda 10 millionlik reaktiv bor, 3 millionlik reaktiv bor misol uchun. Endi albatta buni tadbirkor sifatida hamma tabiiyki 3 millionligini oladi. Lekin uni negizida javobga bu ta'sir qilishi, ertaga bu tashxisning noto'g'ri bo'lishini sababi tushunmaydi. Chunki doktor emas.